Sam orqali juda ham g'alati narsalar yozib ko'raman. Va video oxirida ko'ramiz. Qani kim menga javob berar ekan? Mr. Beast menga javob yozibdi. Va bo'lmasam boshladik. Va biz birinchi bo'lib yozib ko'radigan insonimiz bu YouTube qiroli Mr. Beast. Bu bilaman juda ham ko'pinglar baribir javob bermaydi deb o'ylashinglar mumkin. Bu qattan bilasizlar. Hay bro. No давайте Mr. Beastga aniq deymiz. Ya'ni qachon O'zbekistonga kelasan deymiz. No da tasavvur qilinglar Mr. Beast O'zbekiston videosi. No o'ylashim bo'yicha shu zo'r bo'lardi. No давайте bu haqida unga eslatamiz. O't men inglizcha yozardim. Salom bro. Qachon O'zbekistonga video olasan? No o'ylashim bo'yicha to'g'ri yozdim. Ingliz tushunadigan bo'lsa komment to'g'rilib ketsin. No da bo'lmasam biz Mr. Beastga mos bo'ldik. Va endi ikkinchi bo'lib yozadigan boshqa insonimiz bu Unwanted Boys media klubi asoschisi Islom Abdujabborov. No o'ylashim bo'yicha Islom aka javob beradilar. No давайте yozib ko'raylik. No ularga takoy g'alati narsa yozish kerak ekan. Nima desa bo'ladi, ha? No давайте qachon endi challenge yutasaman deb o'ylagan zaman tashlaverdim. No bilsanglar, как Unwanted Boys'da как challenge qatnashdim va yutdim. To'g'risi esa tushunmagandim, lekin как omadan kelib qoldi va shu uchun ham давайте bratlarga yana sal asabini qo'ziylik. Nu hammaylar prям yozdim va hozir bunga reaksiyalarni ko'ramiz. No albatta video oxirida. Va keyingi bo'lib yozadigan mashhur insonimiz bu senator Pabuk. Da senator как streamer ham hamma tanisizlar. Nu давайте senatorga mana qilib deymiz. Qachon senator bilan birga qo'rqinchli video olaman. Nu давайте buni senatordan so'raymiz. Qachon olishga tayyorligini bilsa, balkim senator bilan qo'rqinchli video chiqar. No nima deysizlar? Давайте yozing qani. Salom beramiz birinchi bo'lib yoshlar katta assalomu alaykum. No davay bu senatorga ham yozdim qachon birga qo'rqinchli video olamiz deb. Takoy mana skeletni va kulgan simaliga tashab qo'yaman. No agarda senator tayyor bo'lsalar, demak sizlar bu videoni ko'rasizlar. No hammaylar ana endi keyingi mashhur insonga o'tamiz. Va bu inson dunyodagi eng kuchli futbolchilardan biri Ronaldo. Bu da o'ylashim mumkin, Ronaldo qanaqasiga javob yozadi deb. No qattamsa, balki men qachondir, "Voy, Ronaldo javob yozdi" derman. No shunaqa bo'lishi mumkin. Давайте hozir Ronaldoga yozamiz. Ronaldoga berishga vashi mo'shin savol topdim. Давайте Ronaldoga Messi yoki Ronaldo deb savol beramiz. Ya'ni Messi or Ronaldo. Давайте Ronaldoga ham yozordik. No o'ylashim bo'yicha javob yozadi. Endi bundan keyin yozadigan mashhur insonimiz o'zbek futbolida prям o'zlarini cho'tib ko'rsatgan inson Abbosbek Fayzullayevga yozib ko'ramiz. Давайте salom beramiz birinchi bo'lib. Abbosbek Fayzullayevga nima deysiz bo'ladi? O yaqinda O'zbekiston Qatar bilan birga o'ynaydi va bu video chiqqanda o'yin уже o'tib bo'lgan bo'ladi. Yutganimiz yutqizganimiz o'ylayman. No men prям Qatarni yutganlar bilan tabriklayman yozaman. No tam sal g'alatroq. No o'ylashim uchun ko'p javob yozadilar, chunki bizning ham Instagramda o'sha galishka bor, $8. Hop, bo'lmasa yozamiz. Qatarni yutganlar bilan tabrik deyman. No javob bermaslik ehtimollari ko'proq, chunki hozir faqat trenirovkada vatanimiz uchun prям harakat qilishyapti akalar. Bularga faqat omad tilaymiz. No hammaylar bo'lmasa mana endi keyingi mashhur insonga yozamiz va bu inson Bobur Mansurov. No davayt Bobur Mansurovga aniq yozamiz. Ya'ni esingizda bo'lsa, bundan oldingi videoda sariq bola va dilimiga yozgandim. Bilsanglar, men blogerlar bergan topshiriq bajaraman degan video ham bor va xuddi shu video uchun ulardan menga topshiriq berishlarini so'radim va mana sariq bola ham dilimiga ham javob berganlar va bular topshiriqni xudo xolisa men kelyotgan o'sha blogerlar bergan topshiriq bajaraman videosida bajaraman va mana dilimiga javob berganlari va bu bo'lsa sariq bolani menga javob berganlari. No давайте ana endi xuddi shu mavzuda Bobur Mansurovga yozib ko'ramiz. Va davay. No o'ylashim bo'yicha Bobur aka ham javob yozadilar. No hammaylar bo'lmasa endi yana keyingi mashhur insonga yozamiz va bu inson MC Dini. Va mana yozganim просто kontent uchun disclaimer. Давайте MC Diniga ham xuddi как Bobur Mansurovga yozgan yozaman. Ya'ni blogerlar bergan topshiriq va bular menga shart bersalar bironta. Интересно. Va давайте MC Diniga ham yozib qo'ydik. Da yuborildi va ana endi rovn 24 soatdan keyin javoblarni kutamiz. No hammaylar bo'lmasa yana keyingi mashhur insonga yozamiz. Va bu inson kardinal. Bular ham pubgerlarda adashmasam. Va давайте kardinalga yozib ko'ramiz. Assalomu alaykum aka. 1 million bilan tabriklaymiz yozamiz birinchi bo'lib, chunki yaqinda 1 million bo'ldi adashmasam. Va kardinalga mablag' savol berib ko'raman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Men qachon 1 million obunachiga ega bo'laman deb so'rayman. No ko'ramiz kardinal bu savolga nima deb javob berar ekanlar. No men uchun qiziq. No hammaylar bo'lmasam ron 24 soatdan keyin bularga ham qaraymiz. No hammaylar bo'lmasa endi yana keyingi mashhur insonga yozishimiz kerak. Va bu inson Fezot. Va давайте Fezotga keyin aniq yozamiz. Ya'ni Fezotga polni let's play qiladilar, yana o'yin o'ynaydilar va men ham ora-orada streamlarimda qo'rqinchli o'yinlar o'ynab turaman. Va давайте Fezotga yozaman. Oga qachon birga qo'rqinchli o'yin o'ynaymiz deb. Birinchi salom beramiz har doimgidek.
qo'ydik. Aka, qachon birga qo'rqinchli o'yin o'ynaymiz. Va ana endi Facebook'dagi ham javoblarni kutamiz. Va hammanglar ana endi navbat yana keyingi mashinaga yozishga va bu inson Messi. Chunki Ronaldoga yozdim, Ronaldo yozgandan keyin Messi qo'yib ketish kerak emas. deb baqarsam shundan keyin hammanglar ana endi Messiga yozamiz. Davayki Messiga va Ronaldoga bergan savollarimizni beramiz. Ya'ni Messi or Ronaldo. Hammanglar Messiga ham yozib qo'ydik va ana endi Sardor Eto'ga yozamiz. Birinchi salom beramiz va undan keyin voy bo'ldimi? Boshqa so'z yozib bo'lmas ekan-ku. Voy. Hammanglar hatto savolga javob bersinlar. Va men keyingi mashg'ulotga yozaman endi. Va keyingi bo'lib yozadigan mashg'ulotsonim bu hamma taniydigan bloger Mittimi. Va hozir o'ylab aytaman, to'g'risi Mittimiga nima deyish to'g'risi bilgan. Bo'lmasa aytib Mittimiga ham xuddi Bobur Mansurovga bergan o'sha anaqani aytamiz. Ya'ni bilasizlar, men blogerlardan topshiriq olib bajaraman va o'sha videom uchun davayki Mittimi menga topshiriq bersinlar. Mittimiga ham yozib qo'yib bo'ldik va ana endi yana keyingi mashg'ulotga yozamiz. Va bu inson Latifov. O'ylashim bo'yicha sizlar Yusuf taniysizlar va bularga ham hozir yozamiz. Va to'g'risi aytsam Latifovga biron bir qiziqarli narsa kelmayapti. Shuning uchun ham akaga o'sha har doim gap, o'sha blogerlarni topshiriq olib bajaramiz va bular ham topshiriq etsizlar. Va shunda nafaqat bu video, balkim keyingi videolar uchun ham qiziqarli narsa tayyorlab boramiz. Va albatta fikringizni qo'shilsangiz, albatta like bosinglar, chunki video shuncha o'tdi va men haligacha sizlardan like so'ramadim. Sizlar o'zingizlar bilib bosishlar kerak edi. Sizlar mana siz o'zingiz bilib like bosmadingiz. Va bu meni kanalim rivoji uchun katta ahamiyatga ega va albatta obuna bo'ling, chunki 850 ming obunachi bu meni hozirdagi maqsadim. Va xo'p, Latifga endi yozamiz. Va bularga ham xuddi o'sha gap, menga topshiriq berishlarini so'raymiz. O'ylashim bo'yicha javob yozadilar. Va ana endi yozadigan mashhur sonimiz bu Ahror Alixonov. O'zi Islom aka menga yozdilar, javob yozdilar, lekin buni ochib qaramaymiz. Ya'ni rovna bir ko'natgandan keyin qaraymiz. Bo'ldi, omon ochmayman, qarayman. Voy, lekin ashi interesni nima deganlari? Ahror akaga assalomu alaykum. Aka, qachon endi birga jin chaqiramiz deb yozaman. Lekin oramizda shunaqa prikol bor. Bilasizlar, men jin chaqirgan videolarim bor, o'xshamasligini isbotlash uchun ko'rilgan. Va o'sha videoni ko'rib, prям prikol qilishadi. Tushunmayman nimaga. To'g'ri tushunaman. Как чумагanga olishim kerak. Давайте endi qachon birga jin chaqiramiz deb yozaman. Mana ikkita skrittdan o'tiraman. Ahror aka uchun bo'yicha javob yozasiz. Hammanglar ana endi bo'lmasa keyingi mashg'ulotga yozamiz. Va bu inson prям hozir reaksiyalar bilan ancha prям cho'tga ketayotgan inson Iha akaga hozir majbasiya bo'ladi. Давайте Iha akaga mana yozamiz. Aka, tug'ilgan kunimda nimaga menga sovg'a bermadingiz deb yozaman. O'ylashim bo'yicha Iha aka bundan jahlat chiqmadi, rost tashmaydilar. Vashli noqodimlar, xarakterlari normalniy. Yana bilmadim, video davomida ko'ramiz va 24 soatdan keyin bularni javoblarini ham ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha javob beradilar. Hammanglar bo'lmasa mana endi yana keyingi mashg'ulotga yozamiz va bu inson o'zbek blogersha deydimi? Qiz bola blogerlar. Qarshi qiz bola bloger Bonamur. Bonamurga ham ko'pchilik yozganga o'xshab, o'sha menga bir topshiriq bering, shu videomda bajaring deb yozamiz. Va yozib qo'yib bo'ldim. O'ylashim bo'yicha 24 soat ichida javob beradilar va men keyingi bo'lib yozadigan mashg'ulot sonim bu Hamdam Sobirov. Maktabimda va Hamdam Sobirovdan ham menga bironta bir shart berishlarini so'raymiz. Чтобы men keyingi videoni bajarishim uchun. Sizga bo'lsa men aslında как blogerdan so'ra shart olishga harakat qilaman, чтобы ular bilan o'sha keyingi videoda ham ular bergan topshiriqni prям bajarish, prям mana shu как прикольно. Albatta normalniy bo'lsa. Hammanglar bo'lmasa men endi keyingi mashg'ulotga yozamiz va bu inson Aslbek Emir. Birataram такой o'zlarining obrazlari bor fayllarda va qani ko'ramiz javob yozar ekanlarmi yo'qmi. Assalomu alaykum aka deb kuladigan smaylik. Voy, yana boyga xatoni qildim. Nima shunaqa qo'yishadi? Bitta yozsa bo'ladigan qilib, ko'p yozadigan emas. Xo'p, mana zato savol berdim, hatto savolga alik olsa kerak. Hammanglar kallarni qo'shib qo'ydim va bo'lmasa men endi keyingi mashg'ulotga yozishim kerak va bu inson Salih Prot. Bular ham bir marta yozsa bo'ladigan ekan. Bo'lmasa davaychi Salih Protdan ham topshiriq olishga harakat qilamiz va o'ylashim bo'yicha javob yozib, qanaqadir menga qiziqarli topshiriq beradilar. Va endi men bu videoda yozadigan eng oxirgi prям mashhur inson Elmurod Haqnazarov. O'ylashim bo'yicha Elmurod akaga javob yozsa kerak. Yana bilmadim. Va Elmurod akadan ham qanaqadir prям topshiriq olishga harakat qilamiz va Elmurod akaga ham yozib qo'yib bo'ldim. Hozir men 20 ta prям eng mashhur insonlarga yozib bo'ldim va ko'ramiz rovni 24 soatdan keyin qaysilar menga javob berishar ekan. Bo'lmasa hozir bitta chapagimdan keyin sizlarda 24 soat o'tadi. Ishonmaysizlarmi? Вот mana.
Va oradan 24 soat ham o'tdi va ana endi qaraymiz, qani kim menga javob berdi. Va menga birinchi javob yozgan odam bu Islom Abdujabbor, ya'ni Advance Boys asoschisi. Va men ularga qachon endi challenge deb yutasizlar deb yozdim, chunki biz Advance Boys challenge qatnashib bilan yutgandim. Undan keyin yaxshi brat, yutasizlar deyapsizmi? Da, davom akak. Yutaman, короче. Va undan keyin ular menga bir mamlakat yozdilar. Bizni kanalda yutdingiz, gap yo'q. Lekin sizni kanalingizda YouTube ketishimizni o'ylab ko'rmadingizmi dedilar. Интересно. Va xushbay sizlarga savol, Advance Boys bilan birga o'zim yutganim uchun video qilaymi? Ularni prям жёсткий qiynab. Ya'ni как bilasizlar, men pul ekstremalniy va xuddi ekstremalniy nimadir как ular bilan. Agarda shunaqa video chiqsa xohlasanglar, davayt like-dan bosib tashlaylar, davayt 30 minut tanishtirib qo'yaylik. Va bo'lmasa endi keyingi menga javob bergan mashhur insonga o'tamiz va bu inson Bonamur. Men to'rt inson Bonamur javob yozadilar o'ylamadim. No, javob yozdilar. Xullas, men ulardan menga qanaqadir shart bering va u videoni bajaraman dedim va ular mana bu ovozli xabar bilan menga javob berdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Omonxon? Nima shart? Men tushunmadim, tushuntiribroq yozing. Bundan keyin men shart tushuntirib yozardim, lekin hali ko'rganlar yo'q. Unda vaqtlar bo'lmadi deb bo'lamiz. Xudo xolsa, agar qanaqadir shart etsalar, biz uni 100% videomizni bajaramiz. Nu ko'rganinglardek, uje javob bergan odam ikkita bo'ldi va ana endi menga javob bergan odamlarni shunisi bu kardinal. Bunda o'sha hamma taniydigan kardinal yaqinda 1 million bo'lgandilar va shu uchun ham ularga yozgandim. Okay, endi qachon men 1 million bo'laman deb va ular menga javob berdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Katta rahmat aka. E'tibor va tabrik uchun. Harakat qilsangiz inshaalloh 2 oyda dedilar. Demak, xolos 2 oyda biz 1 million bo'lamiz. No, albatta harakat qilsam. No, men harakat qilgancha siz podpisatsiyasiz kerak. Masalan, shu videoga like bosing va obuna bo'ling. Davayt 3 sekund day. 3 sekund ichida ikkita ko'rgan bo'lsangiz, jam qaychi atik 3 sekund. No, siz mudalaysiz. Ketdimi? 3 sekund bo'lishga sanayman. Siz u vaqt ichida ham like bosib, ham obuna bo'lishingiz kerak. Bo'lsa ketdi. 3 ga sanayman. 1 2 3. Agarda siz shu vaqt ichida like bosib obuna bo'lishga uspet qilgan bo'lsangiz, malades. Uspet qilmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Va hammanglar mana ko'rdinglar, kardinal javob yozdilar va ana endi menga keyingi javob yozgan inson bu tот samый. No, 100% javob berishlarini bilardim va ularga sizda bo'lsa mamlakat deb yozgandim. Assalomu alaykum aka. Aka, nima tug'ilgan kuningiz sovg'a bermadingiz deb yozdim va ular va alaykum assalom. Nimaga jin chaqirish videosini chiqarmadingiz yozdilar. Mana просто тупой savol bergandim va ular ham просто tupay savol bilan javob qaytardilar. Yaxshi connect. Va bo'lmasa men endi yana keyingi menga javob bergan mashhur insonni aytaman sizlarga. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir stop qilinglar, komment yozinglar. Bu odamni sizlar taniysizlar. Da, sizlar topdinglar va bu inson Fezod. Va esingizda bo'lsa, men Fezod akaga aka qachon birga qo'rqinchli o'yin o'ynaymiz deb so'ragandim. Va ular va alaykum assalom, qachon vaqtingiz bo'lsa o'shanda muammosi yo'q dedilar. No, bilsanglar men qo'rqinchli o'yinlarda stream qilishni ko'raman. No, Fezod aka ham shunaqaroq. No, bo'lmasam hali birga qilsak вообще prям reaksiyalar top bo'lsa kerak. No, bu video sizlarga qiziqmi yo'qmi? Har tongda like-lar bilan menga bildiringlar. Va aytgancha videoni syomkasi o'tgandan keyin senator menga javob yozdilar. Va bo'lmasam yana menga javob bergan mashhur insonlar bor va bu inson Sardoretto. Sardoretto youtuberlar ular ham bilsanglar, hozir YouTubedan yaxshi uzatdilar va ularga ham men faqatgina salom bera oldim. Chunki nimagadir bitta gap yozsa bo'ladigan qilib qo'yishibdi direktlarini va mana salom berdim. Alaykum assalom, assalomu alaykum, Omonxon, nima gap? Tinch aka, xudoga shukr. Ha, zo'r. Tugadi. Va menga keyingi javob bergan mashhur inson bu Ahror Alixonov. Va esingizda bo'lsa, men Ahror Alixonovga aka qachon birga jin chaqiramiz deb yozgandim va ular menga prikol qilib yangi kliplar chiqish haqida aytdilar. No, bilsanglar o'rtoqlar, Ahror Alixonovga bu qo'shig'ini sinib eshitganimda prям вообще prям zo'ru degandim va o'sha qo'shiq meni qo'yib chiqdi. Va agar sizlar eshitmoqchi bo'lsanglar, bu yerda turgan bo'ladi, o'tda videodan keyin bemalol eshitishingiz mumkin. No, klipi ham MC Dini bilan birga prям yorib tashlashibdi. No, to'g'risini aytsam, men Mr. Beast menga javob yozibdi deyish xohlagandim. Lekin Beast menga javob yozmadi. No, nima deb o'ylaysizlar? Keyingi videoda yana qaysi mashhur insonlarga yozib ko'rishni xohlaysizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar.